Vitamin ichirish moda bo'lib qoldimi yoki zarurat? O'zi bolalarga vitamin ichirish kerakmi? Kelinglar shu haqida gaplashamiz. Vitaminlar asosan oziq-ovqat mahsulotlari bilan birga organizmga ham kiradi, lekin ularning yetishmovchiligi ham ko'proq kuzatiladi. Shunda qo'shimcha ravishda vitamin preparatlarini ham berishimiz kerak. Vitaminlar organizmning o'sishiga, bolalarning aqliy rivojlanishiga, undan tashqari jismoniy rivojlanishiga ham juda ham kerak hisoblanadi. Avvallari odamlar hech qanaqa qo'shimcha vitaminlarni qabul qilishmagan, chunki u paytlarda ekologiya yaxshi bo'lgan, oziqa mahsulotlar ham hammasi tabiiy bo'lgan. Hozirgi kunda esa bular sun'iylashib ketgan, ya'ni har xil konservat mahsulotlari ko'payib ketgan, zararli mahsulotlar, chips, lays, shirinliklar, gazli mahsulotlar juda ham ko'payib ketgan. Undan tashqari ekologiya ham juda ham buzilib ketgan. Avvallari ekologiya toza bo'lgan, ya'ni ishlab chiqaruvchi korxonalar shahar ichida joylashmagan. Hozirgi kunda esa buni aksini ko'ramiz. Ulardan chiqayotgan tutun ham odam organizmiga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buning natijasida esa har xil kasalliklar kelib chiqishini kuzatishimiz ham mumkin. Undan tashqari shu tug'ilajak farzandlarda ham immunitet pastligi shu oqibatida ham bo'lishi mumkin. Bu faktorlardan bittasi hisoblanadi. Vitaminlarni o'zi kimlar ichishi kerak? Hozirgi paytda deyarli hamma vitamin ichishi kerak, chunki tekshiruvlarga ko'ra har bitta odamda har xil vitamin yetishmovchiligini kuzatishimiz mumkin. Bularni shifokor ko'rsatmasiga binoan analiz topshirib, odam organizmida qaysi vitamin yetishmovchiligini qon orqali, tahlillar orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, yosh bolalarda ko'plab uchraydigani bu vitamin D defitsiti hisoblanadi. Vitamin D defitsiti natijasida rahit kasalligi kelib chiqishi mumkin. Bolalarda ko'p terlash bo'ladi. Undan tashqari tishi ham chiqishi sekinlashishi mumkin. Hamda oyoqlarida X obrazli yoki O obrazli holatlarni ham ko'rishimiz mumkin. Keyingisi esa temir preparatlari yetishmasligini ham kuzatishimiz mumkin. Bunda bolalarda gemoglobin past bo'ladi. Undan tashqari ferritin ko'rsatkichlari ham juda ham past bo'ladi. Bu esa o'z navbatida bir qator kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Yosh bolalarda soch to'kilishi va gipoksiya holatlariga sabab bo'lishi mumkin. Undan tashqari organizmda kalsiy yetishmasligi bir qator kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Yassi oyoqlik, suyak va mushak to'qimasining zaifligi ham kelib chiqishi mumkin va organizmda yod yetishmovchiligi natijasida esa qalqonsimon bez kasalliklari, undan tashqari miyada aqliy faoliyatning ham susayishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi va albatta miya rivojlanishi uchun vitamin B kompleksi hamda vitamin B12 va folat kislotasi juda ham bir muhim vazifani bajaradi. Ya'ni aqliy rivojlanishda ishtirok etishadi. Sink elementi esa organizmni o'sishida va immunitet hosil bo'lishida juda ham ahamiyatga ega. Yuqorida sanab o'tgan moddalarim yetishmovchiligi natijasida farzandinglarda har xil kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Organizmga vitaminlarni oziq-ovqat mahsulotlari orqali ham kiritishimiz kerak. Hozirgi vaqtda, ya'ni yoz oyida organizmimizga har xil sabzavotlar, mevalar orqali turli-tuman vitaminlarni bemalol kiritishimiz mumkin. Bunga misol vitamin A, vitamin C, sitrus mevalarida. Undan tashqari karam, petrushka, brokoli va salat bargida vitamin K bo'ladi. Vitamin K esa odam organizmida qon ishida juda ham katta ahamiyatga ega. Ya'ni soddaroq qilib tushuntirganimda, ubu joylarni kesib olganinglarda qon to'liq ko'p chiqadi. Agar qon yuvish vaqti normada bo'lsa, ya'ni vitamin K organizmda normada bo'lsa, qon unaqa otilib chiqmaydi. Ya'ni yaramiz tez bitishi mumkin. Undan tashqari sutli mahsulotlarda sut, tvorog, suzma, qatiq, kefirlarda esa kalsiy moddasi bo'ladi. Bu organizm uchun ham juda ham foydali hisoblanadi. Ya'ni suyaklarimiz o'sishida juda ham bir katta ahamiyatga ega. Va miya rivojlanishi uchun eng kerakli mahsulotlardan bittasi bu baliq hisoblanadi. Chunki baliqning tarkibida omega bor. Omega esa miya faoliyatini rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Vitaminlar bolalar organizmining rivojlanishiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Sizga esa Vitav kompleksini tavsiya qilaman. Yuqorida sanab o'tgan hamma vitaminlarim bitta shu kompleksda mujassam. Xohlasangiz shu Vitav kompleksidan ichirishingiz mumkin yoki xuddi shu tarkibli boshqa mahsulotlardan ham berishingiz mumkin. Eng asosiysi farzandingiz sog'lig'iga befarq bo'lmang. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta Vitav YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni berib borishda davom etamiz.